Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ahli. Xudo xolasa yana bitta obyektimizni ishini tugatdik. Bunimiz G shaklida bo'lgan, 7,5 metr joyga tushgan ishimiz bo'ldi. Xo'p, balandligiga keladigan bo'lsak, balandligi 2,30 joyga tushdi. Turetskiy yaxshi 1.8 akrillarni qilib berganmiz. Oshon-oshonlarni ma'qul qilib, kanalasiz istalishlar, orqalari granit kafel. Xo'p, gaz ichkasini o'zlari oldi, bitta o'yinlarni. Xo'p, tartib bilan joylab ketganmiz. Xolodilnik, mo'yka. Undan keyin polniy рабочий stol, keyin gaz. Hamdamidek vakuum davchi hamma yo'g'i 100%. Hamma yo'g'i Yevrokromkada. Xo'p, bu yerga xolodilnikni joylaganmiz. Xolodilnikning ustini apshika qilib berganmiz. Qo'qqisi ertaga katta xolodilnik olsa, shunday menga eshik chiqaradi, kattasini qo'yib berib, foydalana oladigan qilib, chiroyli tarzda qilib berganmiz. Xo'p, G shaklida bo'lgan burchaklarimiz ham chuqur holatda, ko'rishinglar mumkin, ishlari ham normal holatda bo'lgan. Polniy polkali ayollarimizga eng kerakli, eng qiziqarli narsani ko'rsatamiz. Uni ham joylab ketgan aka dedi, chiroyli tarzda. Ziravorlarga, tuz-puz choy poylarga chiroyli tarzda polkacha qilib, akkuratli holatda joylab. Bu yerga katta idishlarni joylanadi bemalol. Bu yerlarni polkali qilib berganmiz. Chiroyli tarzda uylarga juda mos tushdi, xudo xolasa. Xo'p, buni summasiga keladigan bo'lsa, 1 metr tepa pasti 2,500,000 so'mdan tayyorlab berdik. Vodiy ichi dastavka ustanovkasi besplatniy bo'ladi. Orqalarini kafeli ham o'zimizdan bo'lgan, granit kafeldan qo'yib berganmiz. Chiroyli holatda ko'rishinglar mumkin. Stalishning istalariga orqalari uyda dizayn dekorlariga ham o'ta mos holatda. Telefon chiroqlarini ham yoqib, chiroyli tarzda. Ashyonalar ham chiroyli vid berib turibdi, xudo xolasa. Kimga yoqqan bo'lsa, mehnatimizga bitta like bosib, podpiska bosib, chiroyli kommentariyalar bildiringlar. Pastda nomerlar qoldiramiz. Oldindan hammaga rahmat.